Çay Rishtisi programmasını Şinjan Sehrlik Gül Xalqaro Savdo-çeklik şirketi tajdorligini olgan. Şinjan Arfina Savdo-çeklik şirketi alayda qo'llagan. Şinjan Canan Fan Texnika çeklik şirketi alayda talab qilgan. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolingiz baron. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumron barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari Arfina markasidagi odamga yuz chaplik talqini va mehrga yuz chaplik talqini yuz teringizni tigi-tigidan suzildirib tozalab, danuxrak, dog', saptun qatorliqlarni yo'qotib, sizga yoshlik bahori ato qiladi. Rahmat. Bir talg'ina sehrli gul taş ustida ichildi. Onun xushbo'y hidlari choyxonaga chechildi. Tog' yarishqi sehrli gul, yoz yarishqi mehrli gul. Salam choyxonaga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlar, ekran oldidagi suyimli do'stlar, choychi do'stinglar, Savirdan imomdan sizlarga mehrli illiq salom. Şinjan Sehrli Gül tajdorligidagi Çay Rishtisi programmamizning 2 bölümünün tunji soni orqali har qaysinglar bilan didorlashganimdan intayin xo'shalman. Shuning bilan birga Çay Rishtisi programmamizni Şinjan Arfina Savdo-çeklik şirketi alayda qo'lladi. Hamda Canan Fan Texnika çeklik şirketi alayda talab qildi. Cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Biz bir piyola choy bahonasida dillarni dillarga bog'lash yuzasidan mana shu go'zal Çay Rishtisi programmamizni alayda ta'sis qildik. Shunmi Shavkatga? Undaq. Kene mehmonlar, bugun shu choy bahonasida nayt undan jam bo'lib qoldik. Shu bir piyola esil choy ichgash, karxonchilarimizniki, japakash karxonchilarimizniki mahsulotlarni tetig'ash, fikr almashtirgash, birdan o'zaro kulgash, qo'shal o'tamaymizmi? Güzel, rahmat. Çay söhbeti banasida yangi uchurlarga ega bo'laylik deb Çay Rishtisi programmasini hazırladik mana. Rahmat. Mana shunday go'zal arzu istaklar bilan choy sahnimiz yana qayta mehmonlar bilan, ko'rmanlar bilan yuz ko'rishdi. Bundan aytib qo'shalmiz. Xo'sh, undaq bo'lsa mehmonlarimiz, bugun shu choyxonamizga alayda qimmatli vaqtini ajratib kelgan bizning suyimli san'atkorlarimiz va aziz mehmonlarimizni qisqagina bir tanishtirib o'tsam. Oldi bilan tanishtirganim bizning suyimli san'atkorimiz, ataqliq naqshchi, muzikant, kompozitor, usta san'atkorimiz Eminjon Yusuf aka. Xo'sh kelibsiz. Qarshi olamiz. Şunun bilan birga yana bizning choyxonamizga alayda qadam tashrif qilgan bizning ustoz chaqchaqchimiz, dangliq chaqchaqchimiz, chaqchaqchilarningki ustozi bo'lgan Shavkat Jumash akamiz alayda qadam tashrif qildi. Qarshi olamiz aka. Rahmat, qadam tashrif qilibsiz. Rahmat. Xo'sh, yana bizning choyxonamizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarimizdan bizning moda naqshchimiz, o'ziningki esil shoq naqshlari bilan yoshlarimizda ta'sir qo'zg'agan naqshchimiz Gülmira Turg'un, hoş kelibsiz singlim. Hoş kelibsiz. Shuning bilan birga shu bizning choyxonamizning qiziqchisi aytilayotgan yosh talantli chaqchaqchi Javlon Ro'zi Mehmet. Hoş kelibsiz. Bugun hoş kelibsiz deb seni qarshi qo'ydim. Bundan keyin hoş kelaversang-ku. Davomli qilib turdi, esil. Hamda bizning shu choyxonamizning bugungidek go'zal holatda barpo bo'lishiga alayda kuch qo'shgan Sehrli Gül şirketiningki qurg'uvchilaridan bo'lgan Oblikim apandi bilan Hurgul xonim, hoş kelibsiz. Ondan sonra yana choyxonamizni to'ldirib o'tirayotgan aziz mehmonlarimiz mana shu go'zal xonimimiz bo'lgan Sehrli Gül şirketiningki hamkorlashuvchilari, shuning bilan birga
birga mengayotgan xodimlar, sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat sizlarga. Yana bugungi bizningki shu ikkinchi qarorliq, tunji qitimliq shu bizning choyxonamizningki ichilishiga kelib bergan, yana shu choyxonamizni alayda qo'llagan shirkat Arfina savdo cheklik shirkatining qurg'uvchisi Arzugul xonim, xush kelibsiz. Hem shundaqla o'zining mana shundaq go'zal, chiroyli farfor qochquchlari bilan bizningki choyxonamizningki dasturxonlarini avat qilib kelayotgan, alayda talab qilgan o'rin bo'lsa, yana shu Canan Pentexnik cheklik shirkatiningki qurg'uvchilaridan Mavlon apandi bilan Maryamnisa xonim. Qizg'in qarshi olamiz sizlarni. Rahmat. Bugungi choyxonamizningki tunji ichilish pardasini texmo dag'dug'liq bir boshlash uchun alayda kuch qo'shish uchun kelgan, yana G'o'ljidan kelgan bizning san'atkorlarimizga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Xush kelibsizlar, rahmat sizlarga. Rahmat. Unda bo'lsa mehmonlarimiz choylarga boqish, mushu mazlarga tekish, ancha-muncha bizningki mushu seyrlik gul bilan tunishqash, çaylarımızı işkəş, köngüllük oturuşunlarını ümid qilaman. Agar bununğa qanmada boshqa narsa bo'ldi desanglar, mana shu O'zkan şirketininki qoq suvlarini oldinglarga tizib qo'ydik. Xalqinglarni ishchib, xalqancha yeb, gap so'zlarga aralashib, köngüllük o'tirib, bugungi shu choy sahnamizni nihoyatda yuqori kayfiyatda davomlashtirishimizga bir to'kib qo'ysanglar, chin ko'nglimizdan minnatdor bo'lgan bo'lardik. Rahmat sizlarga mehmonlar. Emis yaqina ustozlar choy ichinglar, kelinglar qurib qolmasin. Shavkat akamga choy qilib qana deysiz aka? Ishkiliz Jononninki ekan. Xo'sh. Aka jonim, sizmi choy iching? Ustoz. Savrdan Xo'sh. choylarini ichdik ukam. Mehmonlar bilan tanishib chiqdik. Bunda bir nag'ma var, naqshlarimdan bir keltirmamsa bir anglamaydim. Menma endi ustozlar bayadi. Men shu chimni qo'ysam bo'larmiki deyman aka. Bizga quruqqanmida G'o'ljidan kelgan naqshlarimiz bor. Ya ashlar bir o'rnlab bersin. Buldu. Mehmonlarimizmi jiroq yaqindan qadam tashrif qilibdi. Ha deganda shu ustozlarni, mehmonlarni ish qilib ketmay. Men endi shu bizning shu choy sahnimiz ta'riflangan bir naqshi bor. Shu naqshi bilan mehmonlarning ko'nglini olsam, undan keyin barliq mehmonlarimiz bir o'zini qo'yib etsa. Rahmat. Bo'lamdi ustoz. Rahmat. Bo'ladi, ustozlarning ham mehmonlarning talabini o'rlash men uchun sharaf. Çay Rishtisi programmasini Şinjang Sehrlik Gül Xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligini olgan. Şinjang Arfina savdo cheklik shirkati alayda qo'llagan. Şinjang Canan Pentexnika cheklik shirkati alayda talab qilgan. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolingiz bor. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay tura olmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Arfina markasidagi Odamgiya yuz chaplik talqini va Mehrgiya yuz chaplik talqini yuz teringizni tigi-tigidan suzildirib, tozalab, danuxrak, dog', saptun qatorliqlarni yo'qotib, sizga yoshlik bahori ato qiladi. Çay üstüde el buluşkan, külke çakçak meşrep bilen usul oynap çay tutuşkan. Qancha yıllar öttü ketdi, çay içtiğimiz davam tehi. Kelin mehman, kelin yana, maslahat var yeni. Çay sahnesi, cem sahnesi, ilim irfan hem sahnesi. Dostlar bilen kelin davam, o'zgacha kuy hem sahnesi.
muhabbet hem inanlık var. Kılda dastan çay hizlidi. Qancha yıllar o'tdi ketdi, choy içtiğimiz davam tehi. Kelin mehmon, kelin yana, maslahat bor yeni yeni. Choy sahnesi, jam sahnesi, ilm irfon ham sahnesi. Do'stlar bilan kelin davom, o'zgacha kuy hem sahnesi. Choy sahnesi, jam sahnesi, ilm irfon hem sahnesi. Do'stlar bilan kelin davom, o'zgacha kuy hem sahnesi. Sahnesi, jam sahnesi, ilm irfon hem sahnesi. Do'stlar bilan kelin davom, o'zgacha kuy hem sahnesi. Choy sahnesi, jam sahnesi, ilm irfon hem sahnesi. Do'stlar bilan kelin davom, o'zgacha kuy hem sahnesi. Şükür, valla çay içkeş oturunlar ha. Çay içkeş oturunlar. Severdeydim. Hoş, aka. Şunda çıraylık naksan itip şunda bir hoş kıldığımız ne? Rahmet aka, rahmet. Hem de meyedim o çay riştisi programımızınki tajdarlıkını, Sihirli Gül şirketi tajdarlıkını tuzgalı da anlayamıyorum. Şunda aka. Hem de bunlardan azırak bir düşüncelerini Ha, düşendiriп ötemse, Düşendim ya aka. düşendiriп koyamsa, Endi- şunu bir baksak deyim. Bo'ldi aka, sizning demoqchi bo'lganingiz endi shu tajdarligini olgan Sehrli Gul shirkatininki ancha-muncha bir mahsulotlari Şınak. ham shirkat haqida azroq bo'lsin tushunchaga ega bo'ladi demoqchi Shundoq, aka shundoq, siz. shundoq. Aqcha mehmonlarningmi talabi shunday bo'lishi mumkin. Aziz mehmonlar, shu Sehrli Gul shirkatininki qurg'uvchilarimi O'rgul xonim, Abdukim apandilar o'ltiribdi. Mushlarning o'zining og'izlarini alsak yaxshimikin deyman. Mayli, onun Ha? tig'imi yaxshi bo'ladi. Qani, marhamat. Salam, Çay Riştisi programımızdaki barlıq ustazlar, söyümlük aziz mehmanlar, Şinjan Seyirlik Gül Soçay şirketininki barlıq vakaletçileri, ekran aldıki körümerler. Ben Şinjan Seyirlik Gül Soçay şirket kurgucusu Hörgül Hanım'dan sizlerge otluk salamlar olsun. Şinjan Seyirlik Gül Soçay şirketi 2018 yılı 12. ayda kurulgan bulup, dastlabki ismi Şinjan Ayparizat Soçay şirketi bilan kurulgan. Keyin 2019 yılı mening o'qish bitirish sababli tüpeyilden Qashqar viloyatining Pusgam nayisiga o'tkidim. Qashqar viloyatining Pusgam nayisiga o'tgandan keyin Ayparizat Soçay şirketini Seyirlik Gül Soçay şirketiga o'zgartdim. Hamda shu tariqatda Xotanninki Gumi nayisida Aqsuninki Kelpin nayisida tarmoq şirketlerini kurdum. Hazır muşu kurluğa tarmoq şirketini kuruş planını qıvatlımız. Bu muşu 2-3 aygacha amalga ishib, amillashmavdi. Şirketimizdeki tarmoq şirketlerimi günden günge zo'rayyapti. Gumidagi tarmoq şirket 2022 yılı Xotan viloyat bo'yicha 6 kuchli korxonaning ichiga kirib, meni muşu hükümetin 8 günlük çanşağa terbiyeleşik evetti. Partiya hükümetimizden yaş siyasetler aslında bizge nurgulgan yaş siyasetlerini kanat yoydurup bizde korxonchilarniki alıq ilgirilişige türkülük rol qıpadi. Muşu bizdenki mesulatlar dastlabda kurulgan bir xil mesulatdan hazırqidek 16 xil mesulatga köpeydi. Mesulatning sufati bo'lsin, hozirgacha mush xalqninki yaxshi ishlatishiga muyassar bo'lib kelyapti. Bizninki vakolatchilarmi burunqa qaraganda hozir nurg'unlagan vakolatchilarni yetishtirib, mush qo'shin aygish mingyapmiz. Ishonmanki, Şinjan Seyirlik Gül Soçay şirketininki taraqqiyoti bundan keyin tiximi cho'ng bo'ldi. Inovatda tiximi yuqori bir baltaq ko'tarilib mangdi. Mana yaxshi. 4000 dek vakolatchi bor yerda nurg'un iste'molchi bor degan gapda. To'g'ri. Şundoq.
Haydi esil, yaxşı. Endi şu 6 küçük karxançınınki birisiga kiripdi aka. Shundoq. Bu hamda qaysi şu mahsulot savdo tarafdan kirganmidi yoki şu odam o'zining kuchiga qarata kirganmidi deyman. Dadanga qarata 6 küçük karxana ichib kirdi. Sizning chiqar tarafdan kirgan aka. Ondaq şirkətdə besi ölüb kirkətdi bu. Mahsulotning unumi qayil qilg'achqa, shu hammamiz yoqtirib ishlab, ishlatib degandek. Oruq düşməyib sinegen ya, ma vakalatçımızdan bop ketkin muş he? Şoketga sizdek batdi bu bala. Ha, Oruqlap hazır mana. bu maşa kirib ishtaq bo'lib ketdimi? Ya altı aciz kalmadı ben şekil. kim kichkin sağız olsak bangs ekan bu. Çaqsanchilik chiqmaydiganchi. Seyirlik gülden çiğin içip oruqlap iştahıp ketdim. Hozir meyvelerini tanıyap, İyi bilen tanıyıp bunu. bir tallı xasını toydu bağınam. Aşını mı iğri kili deb yemeydi ket. Hem de yeme cumam yo'qolib ketgan şey. Bir kechada o'zang yo'q kostyumin qiyqasa. O'sha ishni battab qilibmiz da. Çaq kudishib, azadabda o'tiringlar. Tıkra tıkra. Ha Shavkat ustoz. Xo'sh. Mana Canan chanalarning kema akamiz lobiniki. Metta qilib zatoshida ma şeylerga o'xshaydi deb men Qar kostyumdan mehnat qildi degan emas bu. Yaxshi akam, o'zimning akisi. Canan chanalarning. Bular sizningmi? İçinden şehirger çıkmaydı kaldı. Telfonlarını orundayım edip çıkıp kalsa değil mi? İçinden siz... Hem içinden kır çıkır iken de. Dinleyeyim sen. Da kadam. He ablikem. Apsule oynap bağcı kırık edem de götürüp. Valla mimik kılvadı da saranladı. Sarangıstım aydınlar çayxandığa ekmeği eden mi? Çayını içkiziyorum. Çayını içtirip işine çayına diye omurluk. Örgü loben. Ama mana. Lobenlerinin Loben Plus dep koyumuz bu. Loben Plus. Loben Plus Pro Max degeneyim. Pro. Şu ablikim mi? Ciri çonke dep kızıkıp kalgan emas mı? Sen sevmemeci mi? Sen sevmezsen işkanla bir ömür kucaklaşamaymış edi. Hem de yemek edigendir kekimden ekip. Da ayrılıp oynayın da içkisi. Bir aylanıp kucaklaşkan bulup. Çıkılıp ablikim ağaynemden isil. Hoten gumudun bu ağaynem. Siz mi gep kılıp çaylar içip oturamız mı? Bu atının ismi ablikim. Mövcüdü çömülemez mi bunu? Oldu olsa çayxanadaki barlık ustazlarga, mehmanlarga bir işki ömür dep bakay. Oldu. Muşu Şavket Cumaş ustaz İhsan boğumuz bilen bir ömür bildim manganda. Bu çoğlardan anladım. Bu İhsan boğumuzdaki pütü tuğum ağırıkken. Atak mangandaki de tergi dike İhsan boğumuz. Bir günü birinci kış mezgilde suğa kadiga yığıp hoşuz kırıp kaptı. İhsanka, dadam düşüm kırıp bardı. Karıstallık verip bergen bolsa. Ve makule ama çıkmansam da terik yemem ben. He bule depti. O kavristallık berip boğucu İhsankamdan putu ağırıp terik pop demdi. Kadiga yığıp u yege. Hatta külün olmasa kütüldü de. Mışçı İhsanka ene avu. Dep berip kan şundalı asa emez bu. Ve emez bu öne. Ha avu İhsanka ake. Avu. Ve İhsan'ın dadısını ki tapanmay. Bana. Dep berip unum asa kanı. Bu memez. Ve bu memez ko. Ene karıya derek. Mayaktan apam şıklap geldi. Avu mavu İhsanka mavu mokum mavu. Ve kandan demem. İhsan'ın dadısı ki tapanmay. Bana. Dep terik şundal berip kanı asa bu memez kendikine ki. Qaraytib, opla, ene qarayağaş, opam bu yaxdan yığılıb geldi. Akam bu yerdə. Av, İhsanka, ana, moqom, aşağı, moqom. Av, dese, hey, senin dadan jutub ketdi mi, tükep ketdi mi, degide. Bak, haqdan turmuşunu birim desek olmaydı da, özünün bəxti yəmdi. Bir adımız 3 qitim toy qıb qopdu. Bəxti də 3-cü qitim. Tuncu yıldışımı tayakçı, 2-ci yıldışımı tayakçı, 3-cü yıldış bir isil elmi akımızdaki, şuna öğütüp gitip alsa, bir mumay kek kusap kaptı. Kancıncı durmuş kızım dese, vay mama set oldu karan. 3-cü. Boldu, baktınız tapsanız boldu. Tuncu yıldışınızın ismi nemeti?
Obligimdi. He, obligimden. İkinci cuma, ikinci yoluşunuz çöz. Vay canım ama. İkinci kıtımma Urayım Kam'ın oğlu obligimki tekken ben. Onun obligim. Sen üçüncü cuma, üçüncü kıtımdaki şey. Sen üçüncünün ismi mi? Obligim. Obligim? La men oturmuşum. Saylık bulmay. Hodus hodep gitipti. Elik kız ola hayran bulap. Hodeysiz go canım kızım. Okşaş kısımlıklar tekke yakşı. Pevkula jölüp kalsızım çanmaydı degi. Obligimle deydi de. Şuna örgül. Dikkat qilib qo'ying ana. Obligim deb juma. Da ustozni bir danglamdi. Bo'pti, men bir fikrimde bakay. He. Endi bizning aqlchilar to'liq odamlarning laqamlarini deb turib chaqchaq qilamiz emasmi? Ha, Paratning laqami Baji, Parat Baji deb bilishlarmi? Parat Baji deb tanmaydi. Va bu da uzun bu fakat saqlayamapti bu. Shavkat aka bitta faqat saqlayapti, dori ichsam saqlayapti. Qanday dori ichdim, sabda duglak dori va shuni ichgandim deydi. Duglak dori ichmam deb 4 qillik dori va shuni ichsan, sen nima ish deydi. Duglak dori buningda inib chiqadi. Qoladi. Baji tomoqni yeydigan bo'ldi bu. Mazavda qo'ydi tomoq deydi. Bizga o'zi Shavkatga deydi, sen o'xshamagan tomog'inda deydi. O'xshamagan tomoq yegansiz chiqib ketdi. Valla esile. Nəhayət yaxşı paraqlar bolundu, yaxşı çaqçaqlar. Yumurlar bo'ldi. Shavkatga rahmat. Javlan edim sana mı köpten köp rahmat. Rahmat. Bayaqı temamızga qaytib kelsak, mana bugün Seyrlik Gül şirketi qurg'uvchisi bo'lgan, ya'ni Hörgül xonim bak yaxshi o'ziniki shirkatni ayt qisqa qilib tanishtirib berdi. Endi shuning bilan birga shu Seyrlik Gül şirketi bugungi shu bizning ko'zurliq shu programmamiz bo'lgan choy rishti programmamizning tojdorligini ilishidagi sababmi shu. Nima deganda shu choyxonaninki tojdorligini ilish orqali o'zining kuchli bo'lgan tashviqotini namoyon qilish. Shuning bilan birga madaniyat san'at ishlarimizni qo'llash, adabiyot san'atni qo'llash. Shuning bilan birga o'zining tashviqoti orqali texmi hozir 6 kuchli komand shu korxonchilarning ichiga kirgan bo'lsa, texmi tirishib, balkim davlatimizdagi eng kuchli korxonchilarning ichiga kirish mumkin. Shu tariqada hamda Seyrlik Gül şirketining qurg'uvchisi bo'lgan shu Hörgül xonimdan so'raydiganimiz, endi bundan keyin yana qandaq nishonlarni ko'ngliga pukdi. Shuning bilan birga hozirgi shu mahsulotlarningki qandaq turlari bor, ya'ni shu ayollar mahsulotlarimi, erlar ishlatadigan masalan yoki o'rtaq ishlatadigan turmush buyumlarimi deganga o'xshash turda qisqagina bir qat tushuntirib bersa, bizga texmi aniq bo'lgan bo'ladi, ham ko'rilmalarimizmi texmi yaxshi tushunchaga ega bo'ladi deb qarayman. Bo'lamdi xonim? Bizning Şinjan Seyrlik Gül Soçay şirketi asosliqi turmush buyum bilan hozir mingib kelyapti. Bizning soha hozir sog'lomlik sohasiga kirdik. Hamda girim buyum sohasiga amlatdan kiryapmiz. Bizningki mayli kunlik turmushningki buyumlar bo'lsin, mayli girim buyumlarning bo'lsin, mayli sog'lomlikning bo'lsin, unum bilan elni moyil qilib, hamda shu sotgan vakolatchilarning xaridor oldida yuzini yo'riq qilganlik uchun hozirgacha vakolatchilar bo'lsin, mayli mening bo'lsin, hammasi keynimizdan ming'atdi. Hamda bizning mollarning bahsi boshqa shirkatga qaraganda alohida azon. Azon lekin uning sifati intayin yuqori. Gerçi men paydan azroq olsam, lekin mening keynimdan ming'atgan vakolatchilik paydan o'tnib birib, shular mangsa, ming foydasi bor. Men shu yo'nalishda ketib boraman. Endi bundan keyingi taraqqiyot bo'lsa, tixmi shu Seyrlik Gülni butun Şinjanga, Jungoga, jumladan dunyoga tuntish. Mushu mening keynimdan ming'atgan vakolatchilarni ashlarning mayli kirim jihatdan bo'lsin, o'zini tonish jihatdan bo'lsin, boshqa jihatlarningki tixmi bir baltaq yuqori ko'tarib, mushu shirkatning obrazini tixmi tiklash. Bundan keyingi nishonimiz bo'lsa, mushu turmush buyumlarining masalan, yana nurg'unlagan biz mahsulotlarni hozir yasavyapmiz, yasalyapti. Shu mahsulotlarni tixmi Şinjan bozorida o't qilib setish, mushu 11-oyda mushu Şinjan Seyrlik Gül Soçay shirkatininki 4 yillik xotirasini sayyor qilish planini tuzib qo'ydik. Yaxshi. Rahmat singlim.
Maqsadınızı ondan tepsili düşündürüp koydunuz. Bununuzı tekimi tırışın. Rahmat aka, sizga ko'p rahmat. Aşındağız mehmanlarımız, paranglarımız mı şunda kızıp bop olsun, nägme navalarımız mı açı bop olsun, şirket doğrusu paranglaşkaş, nakşlarını anlagaş, otasak çay tekimiz sınam eke deymi aka. Rast. Bayit oluşturgan Eşergim kip kaldı. Eşergim kip kaldı. Gülmire Turgan sınlım mı, isim nakşları baş yok, nakşları. Da olsa Gülmire Turgan sınlımızdan ki isim nakşıdan birini tanışap bakalım da ok. Merhamet. Aldı bilen muşu çayxanda o'ltirgan barcha aziz urug' tuqqanlarga, mehmonlarga, shundaqla ustoz san'atkorlarga, ekran oldidagi suyimlik aziz qarindoshlarga, hammalarga Gulmira Turg'undan mehrlik salom. Hamisha do'stim O'rgulning ishlarining texmi o'ngishli ham utuqliq bo'lishini, korxonchilarimizning, ya'ni vakolatchilarimizning savdosining gul bo'lib, mushu sehrli gul savdo shirkatining bizning Xinjiangda emas, Jungoda emas, butun dunyoda dong qozonishini chin ko'nglimda umid qilaman. Omad va utuq menga sizlarga yor bo'lsin. Mushundaq go'zal so'ringa cho'qim bizning usulluq naqshlarimiz bilan usulluq mashrablarimiz kerak deb o'yladim. Shunlashqa mishada bir bugungi so'rinning hurmati sehrli gul savdo shirkatining natijasining hurmatiga hamimiz birlikda Uyg'urcha usullarimizga usulga tushgan bo'lsak deb o'yladim. Qani aziz mehmonlarimiz, Uyg'urcha usullarga marhamat. Allah rahmet ondan sonra. Tatınmayı üzerlerini koyup deyip. Cuma? Keyfiyetin bağlan bağlan. Çimende gün boyunu görüp kaldım ayda dey. Şiki dağ arası da çimende gün boyunu görüp kaldım ayda dey. Ekmeğen almaydı çimende gün vay ben sana kuyup kaldım ayda dey. Ekmeğen almaydı çimende gün vay ben sana kuyup kaldım ayda dey. Dergüdük kandağıydı yarın benden işkimiz amrağıydı. Dergüdük kandağıydı yarın benden işkimiz amrağıydı. Vay bir meli de çumbullar ayda dey. Akşenekke çay koysan dola kaynap ders geldi. Gönlümdeki şu yarim beni taşlap ne geldi. Gönlümdeki şu yarim beni taşlap ne geldi. Aldım desem keylim desem şemuşeni arlayman. Canımızı şu yarımız değmen. Canımızı şu yarımız değmen. Bir gına kırey değmen şorap olmuşsun değmen. Bir gına kırey değmen şorap olmuşsun değmen. Taşlap mı gidey değmen ual olmuşsun değmen. Taşlap mı gidey değmen ual olmuşsun değmen. Atkıcan micazımda baraydı sen madarın yok. Atkıcan micazımda baraydı sen madarın yok. Alnının tayaktımı abinin tayaktımı. Alnının tayaktımı abinin tayaktımı. Gitçe bulsa
Rahmat, sana mesul naqshlarınızı o'rlab berdingiz, kayfiyatni ko'tarib o'tdingizmi? Rahmat. Sağırdın ka. Ha? Ama şu çayxanda barcha ko'pchiliklardan bilinayt ko'ngillik o'ltig'im batdi, biroq safarga chiqadigan bo'lib qoldim. Shunlashqa mush chay ahlidan, ustozlardan sizdan bir ruxsat so'rsam. Ruxsat berasizlarmi? Voy, bo'ladi. Bo'ldi. Bu degan chayxon bo'lsa, keladi mehmonlar ketadi degandek bu chayxonninki hamda xarakterimi shundaq. Bo'ladi, ukam safaringiz ko'ngillik bo'lsin. Ma'qul, rahmat. Rahmat, çayxonamizni aytib qizibyotidi, paranglarimiz buni aytib yaxshi bo'lyotidi. Yanadagi ustoz san'atkorlarning, alnamachi san'atkorlarninki esil nomerlarini anglaymiz dedi. Shungacha bo'lgan arliqda hurgul singlim, unda bo'lsa bayatin men bir çayxonaga kelgan aziz mehmonlar, yana shu sizningki hamkorlashuvchilaringiz, siz bilan birga mengayotgan yordamchi, shunaqla vakolatchilar, shundaqqa, unda qo'ygandiki, mushlar bilan qisqagina ham tanishish, hem şirket hakkında bularninki yana hozir qanday xizmatlar bilan shug'ullanyotidi degan o'sha shirkat to'g'risida, mahsulot to'g'risida o'ziniki bir tushunchalar bilan anglab baqqan bo'lsak. Qanday dedim, çayxona ahli. Marhamat bo'lsa. Men Şinjan Seyrlikgül şirketining bosh shirkat boshqaruvchisi Padgul xonim bo'laman. Rahmat. Men bir oila ayolidim. Men mush Hörgül singlimniki nevrachisi bo'laman. Men mush shirkatda izchil tirishayotgan 3 yil bo'ldi. Men eng başta noldan tatib, mushu sitishdan tatib başlagan. Başta mahsulotlar bek jiq bo'lgandan keyin qanday sotaman degan o'yladim. Ondan keyin men o'zim ishlatib unumini ko'rgandan keyin atrofimdagilarning qo'llashiga erishdim. Ondan keyin o'zimga bir ishonchim oshdi. Oilamdagilarning qo'llashiga erishdim. Iqtisod kirimimni yuqori ko'tardim. Mush natijamni ko'rgandan keyin singlim bir singillik majburiyati bilan emas, bir yetakchi majburiyati bilan liderlik majburiyati bilan shirkatga kirib, meni har taraflardan ana shirkatning o'z oldiga qilgan peshullarga qatnashtirib, har jihatlardan meni o'zi bir qo'lliq, qattiq qo'lliq bilan o'z bir qo'lliq yetishtirib mush yerga keldi. Oxirsida vakolatchilarninki, yetakchilarning qo'llash asosida, mush singlimninki, mush liderimninki qo'llash asosida mush cho'ng bir shirkatninki boshqaruvchisi o'rniga chiqdim. Mushu jarayonda mush meni tarbiyalagan, mush kunga erishtirgan mush Hörgül liderimga, mush Hörgül singlimga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Rahmat singlim. Hamda mush shirkatniki mahsulotlarining ham unumli boshqalarninki qarshi elishiga erishgan deyman. Hamda mush singlimninki tinning salomat, umrning uzun bo'lishiga tilashlik bildiraman. Rahmat. Yaxshimizlar, men Şinjan Seyrlikgül Sovet Çeklik şirketi, Xoten Tarmaq şirketining şirket xodimi ham bosh vakolatchisi Boyshem. Men bir yil burun tasoddifiy fursatda Seyrlikgül mahsulotlari bilan uchrashib qoldim. O'zim ishlatgandan keyin haqiqatan unumini ko'rib, vakolatchi bo'ldim. Vakolatchi bo'lgandan keyin nurg'ulg'a vakolatchilarni mengib ularni bir setish gruppasi qurdim. Bu şirket işleyen biri mahsulotimiz 16 xildan oshdi hozir. Bu mahsulotlarimiz bizning Şinjan xalqining emas, boshqa qarindosh millatlarning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib, nurg'un yaxshi baholarga erishdi, nurg'un xaridorlarimizni o'ziga jalb qildi. Meni mushundaq bir yaxshi natijalarga erishtirgan Hörgül xonimga, Abdulkimjonga cho'nqur rahmatimni bildiraman, minnatdorligimni bildiraman. Rahmat siz. Nurg'un jihatlar meni bilimga ega qilib, mushundaq bir sorunni hozirlab berdingiz. Ishlarimiz tixmi o'ngishli bo'lsin. Seyrlikgül Sovet Çeklik şirketi kun-kunga taraqqiy qilib, markamiz butun dunyoga tanilishini umid qilaman. Rahmat. Mahsulotlarning unumini shu xonim qizlar bek ko'rgan o'xshaydi qirg'anda. Shu erlardimi ko'rgan, chiroymi shu bir munch qizlarning ichida bir er va ekan, endi shu Abdulkimjonma, Shundoq. Abdukim bek ko'rgan chiroyi menimcha o'g'anda. Shu Abdukimninki bir ta'siratini anglamasak, mening raskab obatni yo'q, shunda ta'siratini anglab ketib boradi. Abdukimni bir anglaydi, marhamat. Salam, shu chayrishchi programmamizdagi barliq ustozlar. Salam, şu ekran aldiki barlıq görünmələr, hamılarına bu vaxtınlar xeyirlik olsun. Mən Seyrlikgül Sovet Çeklik şirketininki baş vakolatchisi Abdulkimdan hammalarına sığınışlıq salam olsun. Bu şirketga 2020 yil kirgan. Bu tor sodisi olsun yoki amaliy soda olsun, bu soda er ayol deb ayrilmaydi. Ayol bo'lsin, mayna er bo'lsin, hamkorlik, o'zaro ishonish, o'zaro hamkorlik bo'lgan. Yaxshi natijalarni yaratqili bo'ladi. Shunga bundan keyin vakolatchilarninki tiximi tirishib, ham tiximi ro'naq tepishni
Seyrlik Gül Soda Çeklik Şirketininki bütün cemiyetke ve dünyaya tarap xalqqa yaxshi bo'lgan sharoitlarni yaratib berishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Mübarek olsun. Salam ko'pchilik, salam ekran oldi ko'rganlar. Seyrlik Gül şirketininki bosh vakolatchisi Maryam Guldan sizlarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Şirketimizningki qurg'uvchisi O'rgul xonim bir qo'sh umrlik faoliyatida bir faoliyat o'rinlashtirib ekan. Bu faoliyatni o'rinlashtirganda bir yiqinim, shunda bir faoliyat bor ekan, bir qatnashib ko'rib baqsaq degandan keyin men qatnashishni xohlamadim. Qanday deganda men yılandan qo'rqib ketgan odam arg'amchini ko'zimi ko'zga yılan ko'rinib ketdi deganga o'xshash shirkat vakolatchilik desa men bir xil to'yinib ketgancha men shu O'rgul liderimiz bilan tanishgandan keyin gap boshqaga ketib qoldi. Men shu so'rinda uchqirashgan bo'ldik, maslahatlarni bir qator tanishtirdi. Men oldida bir qitim aldinib ketgan bo'lg'ashqa ishonmadimcha bu shirkatninki maslahatlarga ham liderga ishonmadim. Bir qator shirkatni tanishtirgandan keyin men maslahatni bir ta'r setib olib, akirib ketib ishlatib ko'rib boqib, anandan keyin shu shirkatni tanishtirgan gap so'zlarni anglab o'kirib sal o'ylanib qoldimcha. Endi bu bir noldan boshlab baqay, yiqilgan yerimdan bir turib baqay. Hammadan o'xshash bo'lmagan degan bir boshlab baqay degan o'y bilan maslahatni ishlatib vaqtdan o'zimni yoqtirdim, bolalarimni yoqtirib qoldi. Hafta o'tgandan keyin paranglashib men bu shirkatniki vakolatchi ekirib o'zim taraqqiy qilib oxirsida hamkorlashib ikkimiz bosh vakolatchilik o'rniga chiqdim. Yana hozir mushundaq ekranning oldiga chiqib sizlardek ko'rgan, biz asli televizorlarda ko'rgan ustozlar bilan tanishib, sizlarni ko'rishga muyassar bo'ldim. Yana xalqimiz ko'radigan mushundaq ekranlarga chiqib so'zlashga muyassar bo'ldim. Bizga mushundaq xushalliqlarni, mushu fursatlarni yetkazgan O'rgul xonimga ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman. Rahmat, ko'p ro'naqdek ketding. Sizlarga ko'p rahmat. Severdinka vakolatchilarniki yurak so'zlarini angladik. To'g'ri. Ustozlar. Elnag'ma chaqalarimni taqvab turdi hozir. Hamidkam, Furqatkam, Muharram inim, Shuhrat Ubulakam kepti. Mushlarning bir paysini anglagan bo'lsa qanday? Shavkatga qanday qilamiz? Shunday qilaydi. Marhamat. Salam, çay rejisi programımızdaki barcha aziz mehmonlarimiz ekran oldida ko'rmalar hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Biz G'o'jidan kelgan san'atchilar barcha azizlarimizning hurmatiga bir ishki naqsh o'rinlagan bo'lsak, yaxshi ko'rib, anglashinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Ismaydı ko'nglimda g'avg'a Ko'z nurimni sana atashgan Ismaydı ko'nglimda g'avg'a Ko'z nurimni sana atashgan Jamalingni ko'rsam bu asna Nis bulsun sana qurashqa Nis bulsun sana qurashqa Jamalingni ko'rsam bu asna Nis bulsun sana qurashqa Nis bulsun sana qurashqa Ko'rsatmasang zibollig'ingni Taqtim yo'q endi chidashqa Ko'rsatmasang zibollig'ingni
Yığlap berip heykel tıraşqa Ey yığlap berip heykel tıraşqa Heykelingni yastay dedim Yığlap berip heykel tıraşqa Ey yığlap berip heykel tıraşqa Yığlap berip heykel tıraşqa Yığlap berip heykel tıraşqa Yığlap berip heykel tıraşqa Huzurunlarda bo'lib atqını Seyirlik Gül şirketi tajdarlığıdaki Afina şirketi alaydı qollagan, Canan şirketi alaydı talep qilgan Çay Rishtisi programması. Programımızın baş tajdarlığını Şinjan Seyirlik Gül Sodi Çeklik şirketi alaydı üstüge algan. Şunun bilan birge Afina Sodi Çeklik şirketi programımızı alaydı qolladı. Canan Penteknik Çeklik şirketi programımızı alaydı talep qildi. Şunun bilan birge mötəbərlərimiz və riyasətçilərimizin kiyimini 1000 yıl Sodi Çeklik şirketi kiyim keçəkləri bilan təminlədi və oralarga alaydı minnətdarlığımızı bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Çay Rishtisi programmasını Şinjan Sehrlik Gül Xalqaro Savdo Çeklik şirketi tajdorligini olgan. Şinjan Arfina Savdo Çeklik şirketi alaydı qo'llagan. Şinjan Canan Pantexnika Çeklik şirketi alaydı talep qilgan. Ana tabiatning so'g'isi bo'lgan go'zal chiroyingiz bilan gul yuzlik badaningizni har vaqt asrab, go'zalligingizni uzoqqa saqlab qolingiz baron. Navbaharda echilgan nozik gullarning yumran barglarida qanday sehrning borligini bilmasligingiz mumkin. Ammo sehrli gul mahsulotlarini ishlatgandan keyin ruxsaringizni aks etgan go'zallikka hayron bo'lmay turolmaysiz. Sehrli gul yurishlik mahsulotlari. Rahmet. Bugün şu programımızdaki yani Çay Rishtisi programımızın ikinci bölümünün yani birinci sani Sehrlik Gül şirketi to'g'risida bo'lindi. Şunun bilan birge aziz mehmonlarimizning kayfiyati intayin yaxshi bo'lib, yaxshi mazmundagi paranglar bo'lindi, ham yaxshi naqshlar bo'lindi. Şunun bilan birge kulki chaqchaqlar ham şu şirket haqida yaxshi tushunchalar bo'lindi. Bundan nayt suyunib turibmiz. Bugün endi vaqt munosabati bilan şu ba'zi bir sharoitlar to'g'ri kelmay qilib Nicat Niyaz Mötüver akımızınki hizmet sebebi bilen çayxanamızga qatnashamay qaldı. Amma özününki öz örüne çayxana ahliga ve ekran aldıdaki görünmelerimizge alaydı salımını yollaptı. Bu salımını mı qabul qilamiz shundaq mı? Rahmat. Dostlar yaxshimizlar? Çay Rishtisi programmasının oңushliq suratga ilinganligini qizg'in tabriklayman. Men xizmat munosabati bilan xotinli bo'lib qolganligim uchun naq maydonga berib programga qatnashamay qoldim. Buningdan keyingi sonlarda men cho'qim programga qatnashib tomoshabinlar uchun bir kishilik xizmatimni qilaman. Xo'sh, unda mehmonlarimiz bugun Sehrlik Gül şirketi to'g'risida yaxshi tushunchalarga ega bo'ldik. Sehrlik Gül şirketi o'zining tirishchanligi bilanla bu natijalarga erishib qolmay yana nurg'un jafo mushaqqatlarni va qiyinchiliklarni beshidan o'tkazgandan keyin tadqiqot bilan bozor egallash bilan, bozor kuzatish bilan, mahsulotlarni izchil tadqiq qilish bilan, ham shundaqla savdo ehtiyojini bayqash orqali hozirgidek natijalarga erishdi deb qaraymiz. Albatta bir shirkatningki taraqqiy qilib, ma'lum natijaga erishkichi bo'lgan orliqlardan nurg'un hikoyalar bo'ladi. Bugungi programmamizda bu hikoyalar so'zlanmagan bo'lsa-mu, ammo uning natijasi so'zlandi. Biz mayli shirkatlarningki yaxshi mahsulotlari bo'lsin, shirkatningki egalarininki tatliq ve açık çocuk hikayeleri olsun. Hem şundaqla bazar içiş taktikleri olsun. Hem savdo fursatları olsun. Mana şundaq programımız arqali Çay Rishtisi'de rishtimizni bağlab turib, öz mekrimiz arqali şu mekrimizni bir piyola çayga singdirish arqali keng xalqimizga
ko'rinmalarımizga yaxshi uchurlarni beralaymiz. Shuning bilan birga savdo fursatlarini beralaymiz. Agar mana bu shunday yaxshi ishonchli shirkatlar bilan birga minadigan, ham shundaqla mahsulotlarni o'zimiz iste'mol qilib boqadigan, ham shuning bilan birga savdo fursatlarimizni tutadigan, hamda savdo engimizni texnik yetildirish uchun to'xtamay tirishadigan ideyamiz bo'lsa, sehrli gulga o'xshash shirkatlarni o'zimizga tutqi qilib, ham ularningki izini besib, ham ular bilan tushunish hosil qilib, o'zimizning yo'lini cho'qim to'g'ri yo'lda yetaklab mang'alasak, bizga savdo fursatlari kam emas deb qarayman. Shunga Shinjongning har qaysi joylaridagi aziz mehmonlarimizning choy rishtimizdagi mo'l mazmunlar bilan xabardor bo'lgash, mana bu shunday ish izlari ma'lum bir joyga yetgan, ma'lum bir natijalarni yaratgan shunday shirkatlarning ish izlarini bilish orqali o'zimizdagi yaxshi iqtidorlarimizni joriy qildira olsak, mana bu shunday shirkatlar sizlar uchun har vaqt fursat berdi deb qaraymiz. Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Kelgan mehmonlarimizning muborak qadamiga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Kelarki sondagi mazmunlarimiz texmi sarxil. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr qo'sh. Qancha yillar o'tdi ketdi, choy rishtimiz davom tehi. Kelin mehmon, kelin yana, maslahat bor yeni. Choy sahnesi, jam sahnesi, ilm irfon ham sahnesi.